ko'p muhokamalarga sabab bo'lib turgan Onyx avtomobilini remeni necha kilometrda almashadi? Bitta ko'rib chiqamiz. Qo'limizda originalni zubchati remeni. Xo'p, kilometrini ko'rsataman mashinani. Kilometri 86500. Endi radnoy remenning holatini ko'rsataman. Svetni ber. Xo'p. Mana remenning holati. Hech qanaqangi hali channagan ham yo'q, uvalanishga harakat ham bo'lgan yo'q. Sveji yangidek turibdi. Motorning ichlarini ham qarab qo'yinglar. 0 probegdan beri Shell Helix Ultra yog'laridan quyib yurar ekan. Bunimiz mana ko'rishlaringiz mumkin. GEM Dexis 2 sertifikati ham bor. Xo'p, men nima demoqchiman? Avtolda ko'rsatganim, shunaqangi toza, remenda hech qanaqangi channash yo'q, uvalanish yo'q. 0 probegdan beri boshqa masalalarni almashtirmasdan bitta Shell quyildimi, dakansa mashinaning umri tugaguncha Shellda yuriladigan bo'lsa, bunaqa remenda masalan 50 ming, 60 mingda uzilib ketyapti-ku, shunaqa holatlarga duch kelmaysizlar. Shuning uchun hadeb har qanaqa avtoldan quyishlaringizni tavsiya qilmaymiz-da. Bitta boshida qanaqa zo'r yog' quyishni boshladingizmi, dakansa oxirigacha shu yog'ni originalidan quyishlaringizni tavsiya qilamiz. Sizlarning ham motorlaringizda shunaqangi toza remenlaring chotki bo'lib yuradi, bemalol ko'ngillaring xotirjam bo'ladi. Bizga ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Mana remenning holati o'ta go'zal turibdi. 85 ming kilometr yurgan Onyx. Xo'p, rasvidalni ham yechmadik, hattoki vanuslarni ham yechmadik. Remenni chiqarib, yangisini xudo xolasa qo'yib beramiz. Vaqtimiz ham tejaladi, ham sifatli bo'ladi xudo xolasa. Xo'p, remenlarni chotki qilib, metkalari bilan zavodskiy holatda joylashtirib oldik. Kirishkani yig'amiz, pastdan oldi sanli kirishkasini yig'amiz, shift qatiramiz, provodkalar joylaymiz xudo xolasa. Onyx ham zubchatga remenlari tayyor bo'ladi. Sizlarda ham Onyx Tracker bo'lsa, bemalol bizga olib kelinglar. Remenlaringni zavodskiy holatda metkalarni o'zgartirmasdan zo'r qilib almashtirib beramiz, garantiyasini ham beramiz xudo xolasa. Remen ham, natajlar ham, oldi kirishga ham hamma zapchastimiz o'zimizda bor. Va albatta Onyximizga o'zi quyganidek Shell Helix Ultra. Xudo xolasa ishlari tamom.